Immunitet mustahkam bo'lishi uchun kerak bo'ladigan 3 ta asosiy vitaminlar. Birinchisi bu vitamin D3 bo'lib, buni siz toza havoda tarqalayotgan quyosh nuridan, ikkinchisi vitamin D3 saqlovchi mahsulotlarni iste'mol qilib, uchinchisi albatta tayyor holatdagi vitamindan olishingiz mumkin. Ikkinchi vitaminimiz bu vitamin C bo'lib, buni tabiiy holatda shifonik yoki namatakdan, sitrus mevalaridan, ismaloqdan olishingiz mumkin yoki tayyor holatda sotuvga chiqarilgan vitamin C ko'rinishidagi tabletkalardan olishingiz mumkin. Uchinchisi, bu ham asosiy guruhlarga kirib, to'liq vitaminga ham kirmaydi. Bu asosan ichak florasi saqlaydigan komplekslar. Lakta bifidobakteriyalar hisoblanadi. Chunki immunitetimizga asosiy javob beradigan ichakda joylashgan immun hujayralari lakta bifidobakteriyalar orqaligina bizga immun podдержкasiga yordam beradi. Bularni siz tabiiy uyda qilinganiga 3 kun bo'lgan va xolidilikda saqlanmagan zardobi sal ajralgan qatiqdan olishingiz, kvashniy kapustadan olishingiz mumkin yoki tayyor holatda sotilayotgan ichak floralar kompleksidan olishingiz mumkin. Agarda sizda normal floraga ega bo'lgan ichak, yuqori normaga ega bo'lgan vitamin D3 va o'z normasiga ega bo'lgan vitamin C bo'ladigan bo'lsa, sizning immunitetingizda hech qanday muammo bo'lmaydi.